Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Bugun yapon so'zlaridan lug'atimizni ko'paytiramiz. Qani bo'lmasam ketdik. Asa ertalab, ame konfet, inu kuchuk, umi dengiz, udon ugra, enpitsu qalam, onigiri guruch to'pi, ofuro vanna, ego ingliz tili, ie yo'q, hay ha. Xo'p, keyingi qarab chiqadigan narsamiz koko, soko, asoko. Nima degani? Koko bu yer, soko u yer, asoko ana u yer. Buni vannaga ofuro so'zini olamiz. Ofuro va kokode. Ofuro bu yerda. Ofuro va sokode. Ofuro mana bu yerda. Ofuro va asokode. Ofuro ana u yerda.